Go. Hammaga assalomu alaykum. XCM degan sayt juda katta shov-shuvga aylanib qoldi. Piramida ekanligi, piramida emasligini hozir bir ko'rib chiqamiz. Men Kun.uzda birinchi ko'rib qoldim. O'zbekistonda shakli va uslubi oldingilaridan mutlaqo farq qilmaydigan XCM moliyaviy piramidasi tobora ommalashib bormoqda. Achinarlisi, bu cho'qqiga uning oldini olish kerak bo'lgan xizmatlar xodimlari ham ishonishyapti. Xullas, bu joyda mana foizlarni ko'rsatyapti bizga. Qani, bo'limi qaysi joy deydi? bosqichi Mana. ishlagan bosqichi kriptovalyuta Mana foizlarga bitta ahamiyat beringlar. $460 evaziga vazifalar soni 5 ta vazifa bajarasiz. Men dasturni o'zini ko'rmadim-u, lekin aytishlari bo'yicha like qo'yish kerak, komment yozish kerak va bo'lish kerak. Shunaqami, men aniq tushunmadim-u. Ammo vazifani narxi $2.6, kundalik daromad $13, ish kunlardagi USDT. Necha kun ishlaydi? 390 kun ishlar ekan, kuniga $13 olasiz. $460 sotib olib, kuniga $13 olasiz. Oyiga $390, ya'ni bir oy, bir hafta, ya'ni 5 haftani ichida o'zini pulini oqlab olasiz. Umumiy daromad $1170. Kundalardagi daromad. Yo'q, umumiy daromad $4745 bir yilda. Aqlga sig'maydigan summa. Okey. ChatGPTdan so'radik, Grokdan so'radik, shubhali va xavfli ko'rinadigan kontent va hokazo. Endi Trustcourt xmedia.com review scam advisorda mana shu saytda, lekin bu sayt emasda. Yo'q, bu xcmvxx.com va scam advisorga chiqamiz. Qani, scam advisor. Tak, to'g'ri, bu saytni men qo'ydim. Ammo Scam Advisorda ishonchli sayt deb ko'rsatyapti. Trustcore, mana o'sha tushdi. 60, 100 dan 60. Bu lekin yomon emas. Bilmadim nimaga unaqa ko'rsatyaptiki. Chunki foizlarga bitta ahamiyat berganimizda u vashi aqlga sig'maydigan summa. Misol uchun men o'zimni analitikamni ko'rsataman sizlarga. Mana ko'rishlarga qancha to'laydi. Bir oy davomida 26300 ko'rishlar bo'ldi. Men o'zimni YouTube sahifamda 542 soat время просмотра, $4. Do'stlar, $4 menga YouTube to'laydi. 26300 prosmotr evaziga $4 to'laydi. Qachon start berdi? Mana 10 oy oldin XCM sayt haqida, ya'ni 10 oy oldin уже ishlagan. 4 oy oldin bugun Toshkentda Avstraliyadagi XCM kompaniyasi qabulxonasini ochilishi bo'lib o'tdi. Bugun XCM kompaniyamizning ochilishi marosimi bo'lib o'tmoqda. Qayerda ekan? Xullas, juda ko'p shaharlarda chiqib ketdi XCM. vMine o'ynagan emas, o'ynatgan yutadi. Ya'ni boshqa bo'lsa kerak. Mana yana XCM ochilishi. Xullas, Kun.uzdagi korrespondentlar surishtiruvlariga binoan nechta 300 tadan ortiq ofislari mavjud O'zbekiston bo'ylab. Men lekin hayronman. Qanday qilib ham ko'rmadim. Endi to'g'ri, men unaqa nima desam bo'ladi, juda ko'p foizlarni to'laydigan dasturlarga, loyiha, kompaniyalarga shubhalanib ahamiyat beraman. Chunki endi mani tajribam bor. Men o'zim investorman, lekin ozgincha tajribam bor. Kripto sohada, kripto yo'nalish, blockchain yo'nalishda ishlab kelganimga 8 yil bo'lyapti. Va unaqa katta foiz beradigan kompaniyalarni 8 yil davomida men hali ham ko'rmadim. Eng ko'p bergan va hali ham ishlab kelgan bu qaysi korxona? Даже 30% yiliga 30% ko'p beradigan
haligacha man 1 yildan 2 yildan oshiq ishlab kelganini man hali ko'rmadim lekin. Mana Binance'ni hisobga olamiz yoki Ton Wallet'ni olamiz. Mana Ton Wallet, Telegram Wallet'da Telegramni 1 milliard obunachisi bor. Ya'ni 1 milliard userlari bor, userlari mavjud. Ular hozir mana tillani depozitariy zapusк qildi. Ya'ni уже 2 oydan beri tillani sotib olib depozitga qo'yishingiz mumkin. Ammo ular 29% yiliga to'lashyapti. 29% yiliga bu ham juda katta foiz hisoblanadi. Juda katta foiz hisoblanadi. Bu yerda esa biza qancha 85% oyiga, ya'ni yiliga 1100%. 1100% qayerda? 29% qayerda? Xullas, do'stlar, mana birinchi o'rinda ahamiyat beradigan joyimiz bu daromadiga. Daromadiga ahamiyat berish kerak. Unaqa daromadlar bilmadim qaysi yirik kompaniyalar keltira olmaydi. X-Connect sizni va meni bog'laydi, umumiy kelajakni yaratadi. X-Connect kelajakka cheksiz imkoniyatlarga ulanadi. Mana tugmasi ishlamayapti, Play ishlamayapti. X-Connect loyihaning asosi va maqsadlari agenda. Bu prezentatsiyasi ekan. Mana xcmmedia.com loyihaning asosi va maqsadi. Internetda reklama va onlayn marketingda e'tibor qarating. Tushunarli. Uje saytni sifatiga bitta ahamiyat berganimizda tushunib olish kerak. Buni professionallar, mutaxassislar ishlab chiqarmagan bu saytni. Mana bu prosta kartinka, tekst emas ekan. Shunchaki kartinka. Internetda reklama operatsion model shakllanadi va boy tajriba topiladi. Menimcha buni mashina tarjima qilgan, odam emas. Shunchaki Google Translate yoki sun'iy intellekt ishlatib ingliz tilidan tarjimani qilgan. Ular bo'lsa kerak, agar haqiqatdan ham Avstraliyada joylashgan bo'lsa. Sertifikat olish, sizlar sertifikat olasiz, internet reklama ko'rasiz, biznes qiymatli yarating. Raqamli sohalarda ta'sir o'tkazuvchilar uchun biznes qiymatini yarating. Muvaffaqiyat hikoyatlari. Biznes qiymati rivojlanayotgan kompaniyalar X-Connect, internetdagi raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyatining hikoyalari, katta ijtimoiy media ilovalari, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft bularni bizga analitika sifatida keltirib beryapti. Ishga qabul qilish talablari va xodimlarning majburiyatlari qanaqa ekan shartlari? Yosh talab 18 dan 60 gacha, ariza beruvchilar qonuniy kattalar standartlariga javob berishlari kerak. Nima? Qonuniy kattalar standartlariga javob berishlari kerak. Bu yozuvga tushunmadim, sal tushunmadim lekin. Muloqot qobiliyatlari jamoa a'zolari va mijozlar bilan samarali ishlash uchun juda muhimdir. Вообще тавтология bo'lib ketyapti. Nomzodlar yaxshi og'zaki va yozma muloqot qobiliyatiga ega bo'lish va o'z fikrlarini aniq ifoda eta olish va boshqalarning ehtiyojlarini tushuntirishi kerak. Ya'ni ularga taklif beradigan prezentatsiyasi zo'r o'tadigan xodimlari kerak. Sababi ular taklif orqali, referral tizimi bo'ladi-ku, taklif orqali juda katta pul ishlab kelmoqda. Shuning uchun mana shunaqa shartlarini qo'ymoqda. X-Connect jamoaviy ishini qadriyati. Okey, nega men depozitni to'lashim kerak? Xavfsiz va xavfsiz hamkorlik muhitini xullas, ma'nosi yo'q bu saytda. YouTube'da ma'lumot ko'p. Avval loyihani ko'rishimiz kerak. Siabrisa yo'q, boshqa qani? XCM. Yo'q, YouTube'da uncha ko'p emas ekan. XCM Stop Media u boshqa. Xullas, mana nechta videosi bor. XCM O'zbekiston. XCM O'zbekiston. Kunuz video reportaj. Soddalarni yana aldashdi. Yo'q, boshqa.
Vmine XM haqqi emasmi? Avstraliya nomidan firibgarlik qilayotgan sayt Unda ham aniqlandi. kerak 450 ko'paytirib Man bu qilmayapti, yaxshi turib fikr, oladi. manimcha. Bitta Mana o'rtog'im foizlarni qiynalyapti deb keltirib qo'shdi. beryapti bizga. Lekin o'zim marketing sizlarga eng oson bo'lsin-da, mana Xullas, agar siz 8 bilan boshlangan raqamingiz bu haqiqiy mamlakat Trustwires'ni raqami emas. reytinglari hozircha Bu ham rostdan analitika ishonchliga o'tkazib tuyuladi. borgan Ya'ni ekan. sizga Qanday tekshiruvlar o'tkazildi va nimaga e'tibor berildi? Online scam reviewer mana juda yaxshi, juda zo'r javobi. Mana ChatGPT ga berib ko'rish kerak va ChatGPT ko'pincha yaxshi to'g'ri ma'lumotlarni beradi bizga. scam Xulosa va detektor maslahat. Hozircha ehtiyotkorlikni saqlash kerak. Mavjud dalillar shubhali tomon. Men sizga tavsiya qilamanki, agar bu sayt orqali pul yuborish yoki shaxsiy ma'lumot berish rejangiz bo'lsa, avval quyidagi qo'shimchalarni past ishonch bali bajarishdan bilan oldin tahlil buni etilgan qilmang. deyapti. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Tak. Bu Scam Advisor. Bu sayt Connect X Media Ltd. Bu umuman boshqa kompaniya. Вот nima ekan? В Узбекистане набирает оборот новая финансовая пирамида XCM. Реклама от правоохранителей, 1000 участников. Xullas, подробно ustida chiqib keldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarda keltirib o'tilgan platforma orqali respublikamiz hududida pul mablag'larini yoki boshqa mol-mulkni jalb etishga doir noqonuniy faoliyat amalga oshirilganligi, shuningdek, bu orqali jismoniy va yuridik shaxslarga zarar yetkazilganligini holati bo'yicha o'rnatilgan tartibda surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Demak, hozir следствие boshlangan ekan, hali ketyapti. Xulosani kutib qolamiz. O'ylayman tez orada bu yopilib ketadi, chunki unaqa foizlarni, do'stlar, tinglovchilar, obunachilar, jigarlar, radnoylar, unaqa foizlarni, daromadlarini ko'rib, katta summa orqasidan yugurmanglar. Texnologiyada unaqa pul bo'lmaydi, lekin hattoki memcoinda mana zo'r o'ziga ishongan man treyderlar 1000%, 1200% yiliga ushlash bu nima desam bo'ladi? Bu qoida, bu pravilo emas, bu исключение hisoblanadi. Ya'ni mem tokenlar orqasidan yoki futuresda zo'r man treyderlar hattoki 300-400% ishlab chiqadi. Ularda ham likvidatsiya bo'lib turadi. Bu yerda lekin mana shunaqa foizlarni to'lab turib, ya'ni mana boshqasini ham qani bitta ahamiyat beraylik. Narx $4800 ga, vazifalar soni 34 ta, vazifaning narxi $4. Ya'ni kuniga $136 ishlashingiz mumkin va bir oyda $4000 ishlab chiqarasiz. $4000, $4800 sarflab, yiliga почти $50000. Aqlga sig'maydigan summalar. Xullas, menimcha bu loyihani oqibati o'ta qiyin bo'ladi. Shuning uchun texnologiyani o'rganamiz. Hammaga rivoj va ishlaringizga omad.